Cornelius. Tohumlar yerilganda hamma kichik timsoh bolalari daryo sohiliga o'milib chiqibdi. Faqat Corneliuslar tuxumidan o'ri turib mang'inicha chiqib ketdi. Cornelius boshqalardan egiz va kuchli cho'ng bo'pti. U to'rt putlab mangmaydikan. Yana boshqa timsohlar azaldan ko'rib boqmagan narsalarni ko'ralaydikan. U man çatqallıqның o tarafidagi yerlarni ko'ralayman desa, boshqalar faqat buning hayron qolgudek nimasi bor deydigan. Men bu yerda turibla suvdagi baliqni ko'ralayman desa, boshqalar unda bo'lsin bo'pti deydigan. Şunun bilan bir kuni Cornelius'ning ochig'i kelib, daryo sohilidan ketishni qaror qildi. Ko'ngli yerim bo'pti-da buning. Abim hozirla xushab qopdi. Ancha uzun o'tmayla u bir maymunga uchrabdi. Men o'ri turalayman. Yana yiroqdagi narsalarni ko'ralayman. Debdi Cornelius faxrlangan holda. Maymun, acaba bir o'zguchi maymunmi? Men boshqalab o'ri turalayman, debdi maymun. Bilmayman-ki. Yana quyruqim bilan daraxtga isilib turalayman, debdi Cornelius hayron qoldi va menmi o'ginib baxsam bo'lamidi deb so'rabdi. Cornelius o'ginishni yaxshi ko'radigan bir timsohga. Albatta, debdi maymun. Mening yordamimda tirishib mashq qilsanglar o'ginib olsam. Chiqistirish mashq ketibdi. Cornelius maymunning hunarini tirishib o'ginibdi. Maymunmu unga yordam qilgani uchun to'liq xushal bo'pti. Cornelius o'ginib qolgandek-ku. Cornelius boshqalab turishni va quyruqi bilan daraxtga isilib turishni va oxiri o'ginibdi. Va nihoyat faxrlangan holda daryo sohiliga qaytibdi. Do'stroq ko'z qo'ymoqchi ekanda yangi hunarlarini. Qaranglar, debdi. Men boshqalab turalayman. Unda bo'lsa nima bo'pti? Debdi hammaylar. Burunqidekla. Yana quyruqim bilan daraxtga isilib turalayman, debdi Cornelius. Lekin boshqalar chiroyini purishtirib, faqatla unda bo'lsa nima bo'pti deb qo'ydi. Cornelius behmi umidsizlanibdi. Va ochig'ida maymunning qishiga qaytib ketishni qaror qildi. Lekin u orqasiga o'rilib, shundoq bir qarasa nimani ko'ribdi bilamsiz? Timsohlarning hammasi boshqalab turishni va quyruqi bilan isilib turishni sinab boqayotgan ekan. Cornelius kulib qo'yibdi. Daryo sohilidagi hayot shundan keyin faqatla burunqiga o'xshamay qoldi. Uning kitobga ketdi. Qaysi kitobga?